Hammaga salom do'stlar. Videoning nomidan allaqachon tushunib bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu videomiz Maxito haqida. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan Maxito? Chunki bu personaj u qadar ham mashhur emas, muxlislari ham ko'p emas. Boshqa anime zlodeylariga qaraganda unchalik ham xarizmatичный ko'rinmasligi mumkin. Masalan, Orochimaru, Doflamingo yoki boshqa juda ham ko'p personajlar Maxitoga nisbatan anchagina mashhur. Hatto o'sha Jujutsu Kaisen, ya'ni Magichskaya bitva animesini o'zida ham Maxitodan mashhurroq zlodeylar bor. O'sha Sukuna, Kenzaku, Suguru, Geto, ular u yoqda tursin, hattoki ikkinchi darajali personajlar ham, o'sha Vulkanogaloviy ham unga qaraganda anchagina mashhurroq va ko'proq muxlislarga ega. Shunda sizda savol tug'iladi, nima uchun aynan Maxito? Javobi juda oddiy. Men uchun Maxito Jujutsu Kaisen, ya'ni Magichskaya bitva animesidagi eng zo'r zlodey. Nafaqat u animedagi, men boshqa animelarda orasida ham, ya'ni o'sha Orochimaru, Doflamingo shunga o'xshagan boshqa animelarning personajlaridan ham ko'ra kuchliroq, yaxshiroq ishlangan personaj deb hisoblayman. Va ushbu videoda men nega Maxito shunchaki oddiy zlodey emasligini tushuntirib berishlikka harakat qilaman. Maxito kim o'zi va uning maqsadi nima? Maxito maxsus darajadagi la'natli ruh. U odamlarning bir-biriga nisbatan nafrati, qo'rquvi va yovuz tuyg'ulardan tug'ilgan. U o'zini insoniyatning gunohlarining jonli ifodasi deb biladi. Maxitoning fikri bo'yicha haqiqiy dunyo egalari la'natli ruhlar, shuning uchun u odamlarni butunlay yo'q qilish g'oyasiga ishonadi. Maxito birinchi marta paydo bo'lganda Junpeiga yordam berayotgandek ko'rinadi. Shu paytda siz o'ylashingiz mumkin, balkim unda ham ozgina rahm shafqat bor deb, lekin bu yolg'on tasavvur. Maxito uchun odamlar shu qadar past mavjudotki, u ularni hattoki qumursqadan ham past ko'radi. Maxito uchun odamlar oddiygina loy va u ularni ustida xohlagandek tajriba o'tkazadi. Shu sababli Itadori unga nima qilyapsan deb jahli chiqqan paytda Maxito chindan ham hayron bo'ladi. U Itadorini nega g'azablanayotganligini umuman tushunmaydi. Chunki Maxito uchun odamlar loy va axlatdek narsa, ularni istagan shakliga solib o'ynaydi. Itadori qanday qilib la'natli ruhlarni o'ldirib vijdoni qiynalmasa, Maxito ham odamlarni o'ldirib hech narsani his qilmaydi. Nima uchun Maxito Itadorini rostdan ham yomon ko'radi? Maxitoning Itadorini yomon ko'rishini asosiy sababi u Itadorini o'ziga juda ham qattiq o'xshatadi va u Itadori bilan biz bir xilmiz deb hisoblaydi. Maxito oddiy odamlarni qanday osonlik bilan o'ldirsa, Itadori ham la'natli ruhlarni shunday osonlik bilan yo'q qiladi. Eng muhimi esa Itadori buni qilayotgan ekan, yuzida hatto ozgina ham afsus yoki ikkilanish ko'rinmaydi. Lekin shu holatda ham Itadori Maxitoni yovuzlikda ayblaydi, uni vahshiy deb hisoblaydi. Maxito uchun esa bu yuzlamachilik, chunki Itadori o'zi ham o'ldiradi, lekin o'zini yaxshi tomon deb hisoblaydi. Aynan shu narsa Maxitoni g'azablantiradi. U Itadorini yo'q qilish, sindirish orqali insoniyatni o'ziga qanchalik ikkiyuzlamachiligini ko'rsatib isbotlamoqchi bo'ladi. Aslida Maxitoning asosiy maqsadi Itadorini o'ldirish emas, uning haqiqiy maqsadi Itadorini o'z oldida asl basharasini ochish. Maxito Itadorini o'ziga o'xshash deb biladi va shuning uchun niqobsiz holatga keltirmoqchi bo'ladi va bu yo'lda muvaffaqiyatga erishadi. Buning uchun Maxito avvalo Itadorini ruhan sindiradi, uning vijdoni, ishonchi va qadriyatini yemirib tashlaydi. Oxir oqibat Itadori haqiqatni tan olishga majbur bo'ladi. Buning isboti Itadorini Maxitoga aytgan so'zlari: "Ha, bu men. Men senman Maxito." Bu so'zlardan keyin aslida Itadori afsusga botib, hayotdagi maqsadini yo'qotish kerak edi. Aynan shuni Maxito kutgan edi, lekin Itadori Maxito o'ylagandan ham ko'ra kuchliroq bo'lib chiqdi. U sinib qolmadi, lekin shunga qaramay, meni nazarimda bu urushda Maxito g'olib bo'ldi. Nega? Chunki Maxito Itadorini jismonan emas, ma'nan yutdi. Ha, Itadori jangda g'olib bo'ldi, lekin urushni yutqazdi. Chunki Itadori endilikda o'zini hammani qutqarish shart bo'lgan qahramon deb hisoblamaydi. Aksincha, u shunchaki oddiy qotil ekanligini tan oldi. U qahramon emas, u shunchaki qotil, yirtqich, lekin oddiygina qotil. Ammo Maxitoning afsusiga Maxito uning o'ljasi bo'lib chiqdi. Shu videomizni ko'rib o'ylaymanki, siz ham tushundingiz nima uchun men Maxitoni eng zo'r zlodeylardan biri deb hisoblashimni. Masalan, o'sha Orochimaruni olaylik.
u o'zini juda ham qo'rqinchli qilib ko'rsatgisi keladi, lekin aslida uning qo'lidan keladigan asosiy narsa qo'rqitish va tahdid qilish xolos. Ha, Orochimaru ham odamlar ustidan tajribalar o'tkazadi, lekin Mahito qilgan ishlarni oldida Orochimaruning ishlari oddiy bolalarning o'yinidek ko'rinib qoladi. Nima uchun aynan Orochimaru bilan taqqoslamoqchiman? Chunki ikkalasi ham avtori, muallifi tomonidan yovuz deb e'tirof etiladi, lekin ularning orasida katta farq bor. Mahito haqiqiy yovuzlik, Orochimaru esa o'zini yovuz qilib ko'rsatgisi keladigan personaj. O'zingiz solishtirib ko'ring. Mahito har safar sahnaga chiqqanda bosh qahramon uchun albatta og'ir va dahshatli oqibatlar qoldiradi. Orochimaru esa har gal paydo bo'lishi bilan Sasuke'ga navbatdagi kuchni beradi, ketadi. Shuning uchun Mahito shunchaki zlodey emas, u qahramonni o'zgartirib yuboradigan, uni sindiradigan haqiqiy la'natdir.